Assalomu alaykum do'stlar, qandaysizlar? Yaxshilarmi? Insonlar yaxshimi? Menga parovoy qilasizmi deb chiqibdi do'stlar. Biz отделкаning ichida qilib o'tib ketamiz. Qilamiz. Biz pat kulish qilamizda. Alohida parovoyga bora olmaymiz, to'g'risini aytayin. Bizga tushgan zakazga qarab turib, masalan, ichida parovoy bo'lsa, qilib o'tib ketamiz shuni. Atak bu yoqdan alohida parovoyda o'zi bo'lsa bora olmaymiz. O'shanday do'stlar, parovoyda o'zi bo'lsa bora olmaymiz. Biz ponni patkulish qilamiz do'stlar. Patkulishni ichida nimalar kerak deganlar. Misali parovoy bo'lsa, parovoy uyni ichiga kirgizib qo'yamiz. Shu remont qilib ponni xolasin plastika, xolasin pol plastika, xolasin prostoy remont. Shu remontini qilib bergani video chiqaramizda biz. Remontlarni qilib beramiz. Misali dushovoy qildiram deganlar bo'lsa, ekitajlarda ba'zi birlarda ikkita dushovoy bo'lib qoladi. Ba'zi birlarda bitta dushovoy bo'lib qoladi. Parovoy bo'lib qoladi. Parovoylardan qilamiz. Misali g'isht urib qo'ygan, tomini yopib qo'ygan, boshqa hech narsa bo'lmagan. O'shanday remontlarni ponni qilamiz. Elektrikasidan tortib to shuvoq, shpagilovka, pol, patolog, eshik uстановка, lustralarni osib, yelimi olib bersa, shunday solib beramiz. Yashayveradigan qilib qo'yamiz do'stlar. Kanalimizga kelsangiz do'stlar, podpisatsiya bo'lib qattolib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Sizlar biz qo'limizdan kelgancha sizlarga podpishka qilamiz. Masalan, podpishka bo'lsanglar, skidka qilib beramiz. Qo'limizdan kelganicha skidka qilib beramiz do'stlar. Kanalimizga kirsangiz qattolib qo'yinglar do'stlar. Sizlardan podpishka bo'ladi-da bizga.